qul bo'lib qolmasligi uchun yana bir savet. Agarda siz chet davlatga keldingiz, ishlaganni, mashina oldingiz vykupga, siz prosta qul bo'lib qolasiz, bor. Prosta o'zingiz bilmagan holda doimiy stressda yurasiz, bor. Stressda yurgan odam doimiy qul bo'ladi, bor. Chunki xayollar umuman joyiga kelmaydi. Faqatgina xayolingizda mono qachon qutulaman ekan 42 oy. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. 42 oy bilan uyingizga bormaysiz, bor. Tushunyapsizmi? 42 oy boshqa ish qila olmaysiz, bor. 42 oy bolalaringizni ko'rmaysiz. 42 oy ota-onangizni ko'rmaysiz. 42 oy do'stlaringizni ko'rmaysiz. Balkim 36 oydir. Faraz qiling, hech kimni ko'rmaysiz. Faqatgina xayolingiz 42 oy, 48 oy o'sha pul to'lash kerak. Xayolingizda siz chunki oldindan kelgan, oldindan qul bo'lib qolsangiz, o'shunaqangi stressga bo'lib qolasiz. Chunki agarda vykup ma'qul yo'l bo'lganda, o'zingiz o'rtog'ingiz, bir tanishingiz, konkretniy bilasiz, o'sha odamni polibom ertaga yoqasidan ola olasiz. O'shandagina olish kerak. O'shanda ham o'z shartlaringizni qo'yib, agar sizning shartlaringizga to'g'ri kelsa, har 3 oyda, 4 oyda, 5 oyda yoki uyga ketgan paytlaringizda mashinani to'lovini o'qib tursa yoki balkim to'xtatib tursa, o'shandagina olishingiz mumkin. Lekingina 42 oy avtomatik har kuni pul to'laysan. Agar 5 kun ichida yoki 3 kun ichida pul to'la olmasang, mashinani deydigan joylar, shartlari bo'lsa, do'stlarim, 42 oy siz yasha olasizmi? Oddiy sizga savolda. 42 oy uyingizga bormasdan, bola chaqangizni, ota-onangizni, do'stlaringizni ko'rmasdan yasha olasizmi? Yo'q. Demak, siz vykupga emas, oddiygina arendaga olib ishlab yuring. Men birontasini mashinani beradi yoki bermaydi deb ayta olmayman. Men prosta sizlarga begona odamni tanimagan, xo'p mayli, o'zini nomida bo'lsa ham mayli agar, yo birovning nomida, Tatyana Karimova bir bola degan familiyalarda bo'lsa, faraz qiling, boyagidek aytganimdek, sizning shartlaringizga xuddi shunday yonma-yon o'tirib ko'nmasa, videoga olib, как положение, faqatgina bir tomonlama bitta odamni manfaati ko'zlangan holda ish tutilsa, lutchi akajonim, qo'ying, tinchgina arendani minaylikda 5 oyda, 3 oyda, faraz qiling ertaga yangi yil yoki bayram, Navro'z, Ramazon, Hayit mazza qilib uyga borgingiz keladi, lekin yo'q, siz avtomatik prosta qulgalanib qolamiz-da. Xayolimizda faqatgina 42 oy, 42 oy, 42 oy, 42 oy. Shuning uchun aka-ukalarim, birodarlarim, agar men kommentariyada sizlarni kutib qolaman fikrlaringni, biron joyda adashgan bo'lsam, o'zlaringiz to'g'rilab ketinglar. Meni fikrimcha bor, faqatgina arendani minib, как положено mashinani yuvib, chotki qilib, ishlab, soqqani qilib, 3 oyda, 4 oyda, Ramazonda, ro'za-yu Ramazon kunlarida uyga